Obod yurtim, ozod yurtim, tinch yurtim. Mana shunday yurt qayerda bor? Bizda bor. Bizning O'zbekistonimizda bor. Bizning ko'hna va hamisha navqiron Buxoroy sharifimizda mana bunday hozirgi kunda hurmatli prezidentimiz hunarmandchilik, kasanachilik, tadbirkorlikni rivojlantirish. Mana bu o'zbekimning ayoli go'zal. Oydan da go'zal, tundan da go'zal, hammadan go'zal lobar qizlarimiz o'zlarini qo'l mehnatlari bilan mana bunday kashtalarni tikib xalqimizga yetkazib beryaptilar. Mana shunday yurtga yashayotganimizga shukr qilib, shukronalar aytib yashaylik. Jon tanim mening, O'zbekiston vatanim mening. Bizning ko'hna va hamisha navqiron Buxoroy sharifimizda mana bunday Lobo House muzeylarga, ana nimalarga xush kelibsiz. Mana bunday qadimdan hunarmandchilik, kasanachilik, zarduzlik, padduzlik, mana bu padduzliklarni, kashtachilarni o'zbegimning ayoli go'zal. Oydan da go'zal, tundan da go'zal, hammadan go'zal lobar qizlarimiz mana bunday kashtalarni o'zlarini qo'l mehnatlari bilan ana bularni tikib xalqimizga yetkazib beradilar. Mana hozirgi kunda bizning ko'hna va hamisha navqiron Buxoroy sharifimizda turizm sohasini rivojlantirish, mehmonxonalarni ko'paytirish, mana ana bularni ham o'zimizning O'zbegimning ayoli go'zal, oydan da go'zal, tundan da go'zal, hammadan go'zal lobar qizlarimiz o'zlarini qo'l mehnatlari bilan tikib mana shuni O'zbekistonimizni hunarmandchilik, zarduzlik, padduzlik, kasanachilik hunarmandlarimizni, dovrug'imizni 7 iqlimga tarqalib kelyaptilar. Mana Allohga shukr qilib, shukronalar aytib yashaylik. Hozirgi kunda hurmatli prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev har bir oila tadbirkor davlat dasturi asosida xalqimiz bo'y bo'lsa, davlatimiz ham bo'y bo'ladi. Mana bunday bularni ham hammalarini do'ppilarini tikib mana bularni zarduz qizlarimiz O'zbegimning ayoli go'zal, oydan da go'zal, tundan da go'zal, hammadan go'zal lobar qizlarimiz o'zlarining qo'l mehnatlari bilan, zarduzligi bilan dunyoga tarqalgan. Ana bu do'ppilarimizni o'zlari tikkan, tikib xalqimizga yetkazib beryaptilar. Mana Allohga shukr qilib, shukronalar aytib yashaylik. Do'ppi tikdim, ipaklari tillodan, ipak emas, zarilari tillodan. Mana shunday Allohga shukr qilib, shukronalar aytib yashaylik. Jon tanim mening, O'zbekiston vatanim mening. Obod yurtim, ozod yurtim, tinch yurtim. Mana shunday yurt qayerda bor? Bizda bor. Bizning O'zbekistonimizda bor. Bizning ko'hna va hamisha navqiron Buxoroy sharifimizda mana shunday bizning xotin qizlarimiz go'zal, Nodira, Zebiniso, Uvaysi siymosidagi ayollarimiz o'zlarini qo'l mehnatlari bilan mana shularni tikib xalqimizga yetkazib beryaptilar. Mana shunday ana bu Allohga shukr qilib, shukronalar aytib yashaylik. Ana bunday ana sumkalar, ana bularni hamma sharflar, chiroyli ana bularni hammalarini o'zlari mana shu yerda o'tirib tikib mana bunday xalqimizga yetkazib beryaptilar. Hozirgi kunda ana bu yerda ana padduzlik, ana bularni o'zlarini qo'llari mehnatlari bilan o'zimizni ana bu ipak shoyi bizlarga Buxoroy sharifimiz O'zbekistonimizga ipak qurti pilladan tayyorlanadigan, tolalaridan tayyorlanadigan ana bu kashtalarni ham o'zimizning O'zbekistonimizning Buxoroy sharifimizning ayollari, xotin qizlari tikib yetkazib beryaptilar. Mana Allohga shukr qilib, shukronalar aytib yashaylik. Ana har bir oila tadbirkor davlat dasturi asosida xalqimiz bo'y bo'lsa, davlatimiz ham bo'y bo'ladi. Hozirgi paytda hurmatli prezidentimiz tikuv sexlarini ko'paytirib,
ishsizlarni ish bilan ta'minlab, bandlik, mana shunday ana bu yerda xotinlarimiz o'zlari ana shunday qo'yib, tikib xalqimizga hunarmandchiligimizni, do'rig'ini 7 iqlimga taratib kelyaptilar. Allohga shukr qilib, shukronalar aytib yashaylik. Mana hozirgi kunda hurmatli prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev turizm sohasini rivojlantirish, hunarmandchilikni rivojlantirish, xotin-qiz ishsiz xotin-qizlarimizni ish bilan bandlashga katta e'tibor beryaptilar. Mana shunday ana bu hamma narsalarni ayollarimiz, xotin-qizlarimiz qo'llari bilan tikib, mana bunday Buxoroning zarduzligi, padduzligi dunyoy jahonga tarqatib, mana bunday o'zbegimizning ayoli go'zal, oydan da go'zal, tundan da go'zal, hammadan go'zal lobar qizlarimiz mana bu qadimiy kashtachilik, zarduzlik, padduzliklari bilan dunyoga tarqatib kelganlar. Mana Allohga shukr qilib, shukronalar aytib yashaylik. Mana bu ko'hna va hamisha navqiron Buxoro sharifimiz. Mana bu yerning manzili nima? Ana bu Labi House. Labi House'ga ana bunday ana bu sumkalarni turistlarimiz olib esdalik sovg'a sifatida olib kelyaptilar. Mana Allohga shukr qilib, shukronalar aytib yashaylik. Mana nafaqat o'zimizning O'zbekistonimizdan, Buxoro sharifimizdan, barcha joylardan ham ana bunday chiroyligina. I speak English. Yes, hi. I speak Fransiya, Parij. France and Spanish. Press. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Rahmat. Xudo to'nasmazga shitomay. Mana o'zimiz nafaqat o'zimizning O'zbekistonimizdan, barcha Fransiyadan, Parijdan. Allohga shukr qilib, shukronalar aytib yashaylik. Mana shunday yurtga yashayotganimizga shukr qilib, shukronalar aytib yashaylik. Jon tanim mening, O'zbekiston vatanim mening. Obod yurtim, ozod yurtim, tinch yurtim. Mana shunday yurt qayerda bor? Bizda bor, bizning O'zbekistonimizda bor. Mana hamisha ko'hna va hamisha navqiron Buxoro sharifimizda mana shunday Allohga shukr qilib, shukronalar aytib yashaylik. Mana shunday bizning Buxoro sharifimizda mana shunday hozirgi kunda turizm sohasini rivojlantirish, mehmonxonalarni ko'paytirishda mana bunday qo'li gul lobar qizlarimiz o'zini qo'l mehnatlari bilan mana bunday kashnachilik, zarduzlik, padduzligi bilan dunyoy jahonga tarqatganlar. Biz shukr qilib, shukronalar aytib yashaylik.